haligi anavi dardon sotgan pichog'ingiz bor-ku, o'sha sinib qolgan edi. Shuni xabarni aytgani kelgandim. Xo'sh, undan keyin nima qilib sinibdi? Mening pichog'imdan boshqa pichoq qurib qolibdimi? Tozisingizning terisini shiratadim, suyakka tegib sinib qoldi. Iya? Tozining terisini nega shiratalar? Mening damnoz pichog'im bilanmi? Shoshib qoldik-da xo'jayin. O'lgandan keyin uvol bo'lmasin deb terisini shirib oldik. Nima qilib bo'ladi? Harom o'lgan otning go'shtidan ko'plik buki bo'lib qoldi. Haromotning go'shti qayerdan kelibdi? Begonot emas, o'zimizning to'g'ri qashqar go'shtidan bo'lib qoldi. Bola, og'zingga qarab gapir. Nima deyapsan? To'riq qashqa o'ldi deyapsanmi? Bunday. Bo'lmasamchi, u to'riq qashqangizga hech arava tortilmagan ekan, bizimga arava tortib suv tashigan ekan. To'riq bo'lib qoldi. Nega to'riq o'ladi? Nima? Mening razvorimda aravakash otlardan boshqa hech qaysi biri qolmadi. Birdan bir boqib qo'ygan otimga kelib suv tashlaysalar-ku, patarlanatlar. Yo'q, chiqqandaning uloqchilikda qarab o'tiradimi? Bir cherak bo'lsa ham suv tashlayveradi. O't qayerga tushdi? O't avvalo og'ilxonaga tushdi. Og'ilxonaga qayerdan tushadi? Mening ham fikrim shu, boshqalarning ham fikri shu. Menimcha o't og'ilxonaga ombordan o'tgan bo'lsa kerak. Omborda yonadigan narsani o'zi yo'q-ku. To'g'ri bug'doy bor edi. To'g'ri sopol bor edi. To'g'ri gazmol bor edi. Ulardan hech qaysi biri yonmaydi-ku. Berdisini kimgacha sabr qilib turing xo'jayin. O't omborga qo'rg'ondan o'tgan, og'ilxonadan ombordan o'tgan, omborga bo'lsa qo'rg'ondan o'tgan. Shunday qilib bir-biri bilan tutashib ketgandi. Sen hali qo'rg'on ham yo'qmi degan? Shunday xo'jayin, qo'rg'on ham yondi, ombor ham yondi, og'ilxona ham yondi. Otlaringizning hammasi nobud bo'ldi. Itingiz ham o'ldi, pichog'ingiz sindi. Voy sho'rim. O't qayerdan chiqibdi? Shag'amdan chiqdi, shag'amdan xo'jayin. Voy bola, sen jinni-pinni bo'lib qolibsan. Mening ro'zg'orimda shamga kun qovimi. Toshkentdan o'zim ataylab 40-chi lampalarni sotib o'tganman. Kerosinni bir yilga yetarli qiladigan zapas qilib qo'yganman. Chandibey yo'qasanlar. Sizdan olamni xitib yuborar ekansiz-da xo'jayin. Axir butun boshli o'likning arvohiga shag'al yoqmay lampa yoqadimi? Kelgan arvoh kuni mana shu bilan o'ynashadi. Axir kosaga suv quyib, ustiga olmashoq qo'yiladi. Keyin arvoh olmashoqda ozgina qo'nib damini oladi. Damini olgandan so'ng shag'alga pirpiratirgan olovning sho'rasi bilan o'ynashadi. Kim bo'ldi? Kenjada o'g'lingiz bo'rbovacha terakka chiqib, chumchuq bolasini olmoqchi edi. Yiqilib tushib, dada! Voy bola! Voy yurib! Voy bola! Seni o'ldirmasam bola! Voy bola! Voy bola! Voy bola! O'g'lingiz o'lib, uyingizga o't tushgan bo'lsa, pichog'ingiz ham singan bo'lsa-da, lekin shularni hammasini o'rnini bosadigan o'zim bilan bitta xushxabar ham olib kelganman. Xushxabaring qursin, qadrlalar. Qana xushxabar? O'rtancha qizingiz Abdulopam borlar-ku, ular dunyoga arziydigan bitta o'g'ilcha tug'dilar. Abdulopang hali yerga tegmagan-ku. Biz ham shunga hayronmiz. Xudo beraman deb berar ekan-da. Bolani aytingga bolani xo'jayin, navarangizni aytingga navarangizni. Anavi Badr aravakachingiz bor-ku, o'shani quyib qo'ygan o'ziga.